Dizayn jamoasining iste'dodli vakili Dilshodbek Musabekev olamdan o'tdi. O'zbek shou-biznesi va kulgu san'ati olamida bugun og'ir yo'qotish yuz berdi. Ko'p yillardan buyon katta sahnalarda millionlab muxlislar qalbidan joy olgan mashhur dizayn jamoasining a'zosi Dilshodbek Musabekev to'satdan vafot etdi. Ushbu qayg'uli xabar san'at ahli va keng jamoatchilikni chuqur larzaga soldi. Gap shundaki, marhum san'atkorga hayotlik chog'ida eng ulug' niyatlardan biri muqaddas umra ziyoratini ado etib qaytish nasib qilgan edi. Dilshodbek Musabekev o'sha muborak safarga yo'l olish oldidan yaqinlari va muxlislariga qarata aytgan samimiy so'zlari bugun yana bir bor yodga olinmoqda. U safar oldidan "Meni kechiringlar, Alloh uchun hammangizni yaxshi ko'raman" deya barchadan rozilik so'ragan edi. Bu video bugungi kunda uning naqadar pok qalb egasi bo'lganini eslatuvchi xotiraga aylandi.